Hürmetli görürmelerimiz, ziyaretlerimiz devam kılıvatıda. Nöbetdeki mehmenimiz, hemen tunuşuq boğan ot yürek davacılarımızdan biri. Şundaqla Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin reisi Nur Muhammed Türkistani efendim ziyaretimiz. Kıymetli vaktin çıkarıp ziyaretimizi kabul kılığalı için köp rahmet alın. Allah razı olsun. Hürmetli reis hem de elbette o 7. katımda qırnaşıq görüşüp turvatımız. İlgirki yıllarda nurgun asaslı katlaşıp geldiniz. Bu qatımqı yığanda his qıqaldırыңыз, tuyğudurыңыз, fikirleriniz ağam bolsaq. Aldı bilen bütün dünyadaki program arqılıq bizni takip etib atqan ve şu İstanbul'da uğurlaştırılgan 17. qatımlıq Dünya Şarkı Türkistanlıqlar qarindaşlar uçuruşuğa güzel tileklerini bildirgen ve bundan da bir ümidni arzu qılıb atqan milletimizge salımı bilen başlayayım. Bu qatımlıq qarindaşlık uçuruşu aldınki 16 qatımlıq qarindaşlık uçuruşumuzni qayta ko'rib chiqish. Xo'sh. Ve özümüzden qo'lga keltirgan natijalarimizni ve ketkizib qo'ygan xatoliklarimizni yakunlash. Ve bunun da algan tecrübelerimiz ve savaqlarımız orqali 17. qatımlıq qarindaşlık uçuruşundan keyingi qadamlarimizni zodi qandaq basimiz degan to'g'risida savol bilan boshlanadi desam to'g'ri bo'ladi. Xo'sh. Chunki bizning vatanimiz ishg'ol qilinganiga, tuprog'imiz munqarz qilinganiga, millatimizningki mustamlik ostida qolganiga 76 yil bo'lgan bugungi kunda hijratda, muhojiratda tashkiliy qurum bilan, shaxsiy holatimiz bilan, to'plum holatimiz yoki bo'lmasa yakka holatimizda Xitoy davlati, Xitoy iqtisodiy, Xitoy siyosiy, Xitoylarningki harbiy bosqinlarga qarshi olib borayotgan harakat tashkillik bo'lsin, shaxsiy holda bo'lsin yoki bo'lmasa davlat şekilde ya devlet alqan xalqaro şekilde olsun zodi qanchalik natijaga erishdik degan savolni mana müşahada qatnashgan xalqaroning boshqa joylardan qatnashgan tashkilot mansublari, olimlar, akademiklar, diniy ustozlarimiz ve yosh avlodlarimiz xonim qizlar bilan birlikda o'rtoqlashish. Bu o'rtoqlashishdan bunun keyingi algan qadamimizning zodi qandoq bo'lgan chog'da, ya'ni 76 yil da'vo qilish orqali emas, 17 qatımlıq qarindoshlik uchrashuv o'tkazish orqali emas, intayin qisqa bo'lgan, intayin jiddiy bo'lgan holatda sizdan o'zgarish, islohot qadamlarini bosish, hamkorlik mexanizmini o'rnatish va shundaqla dushmanimiz bo'lgan Xitoyga ajallik zarba berish irodalarimizni tiklash maqsadida bo'ldi desam xatolashmayman. Chunki yig'inga qatnashgan taraflardan tortib bo'lsin, tushgan fikrlardan bo'lsin yoki so'zlangan temalar nuqtasidan bo'lsin, hammasi hamkorlik ustiga. Düşmanimizdeki bizi qilayotgan siyosatlarni to'g'ri analiz qilish va shundaqla o'zimizdan ketkizib qo'yayotgan bu chuvalchaqlik holatimizni xotim berish, xalqarolashgan birlik safni barpo qilish va shu orqali millatimizga haqiqiy bir umidlangan chiroqni, mash'alni yoqish, shu orqali eng qisqa muddat ichida Sharqiy Turkistonning hurlik va mustaqilligini qo'lga keltirishni orzu qilgan bir qadam bo'ldi desam xatolashmayman. Biz çoğun vədi verməyimiz. Amma lakin çoğun irade var. Xoş. Bu iradeninki biz şəxsi üzümüzdən halqıqan, üzümüz təvə bolğan bir cəmiyyətdən, üzümüz təvə bolğan bir təşkili aparatdan halqıqan halda bütün Şərqi Türkistanlıqlara, Şərqi Türkistanlıqlar vəkillik qılıbatqan təşkili orqanlara və şu vəkillik qılıbatqan təşkili orqanlarının qılıbatqan mövcud xizmət spullarının həmmisiga texidimi çoğun bir ilhamni berişlaş, texidimi bir qarindoshlik ruhini beriş ve bu orqali hamkorlikni kuchaytirish en ahirda o'zimizninki har qaysi taraflardagi mayli o'zimizning ijtihodiy hatisin yoki gullanish, yükselish nuqtamizdan bo'lsin yoki dushmanga qarshi turish strategiya nuqtasidan bo'lsin, hamma narsani planliq, atrofliq ve g'alaba qilishga, g'alabaga yaqin bo'lgan, ya'ni bunun yeterliydiğim qadam bosqichlarimiz aniq bo'lgan holda bir narsa tuzishga bo'lgan bir ulsag'an bo'ldi. Bütün qatnashuvchi taraflarning hammasi bilan mayli ayrim ko'rishish, mayli yig'in jarayonidagi suhbatlar, tema sunishish, daminishlik paranlashish va suhbatlashish va bundan keyingi planlarimizni o'rtoqlashish va planlarimizni surishtiradigan bir mexanizmni o'rnatish orqali oxirida qarindoshlarimizning hammasining ortak bir arzusu ekanligini biz bu yerda yo'rtib berdik. Mana bu bizning g'alabamiz bo'ldi. Ya'ni millatimizningki tushkunlikka,
yoki bo'lmasa bezorlikqa, yoki bo'lmasa chuvalchaqlikqa, yoki bo'lmasa bezor bo'lish bu psixikasiga xotim berish, umidlangan, qaytadan tashkillangan, uyg'ongan holatga kelishga biz bugun bir signal bergan bo'ldik. Xuddi biz amaliyotda yashayotgan biliqlardik. Ammo biliqni qutining ichiga sepib qo'yib, og'zini ming etib qo'yib, bechora biliqlar tinolmagan holatga kelgan. Bugun biz bu qutining tepasini echib o'tdik. Bugun bu yig'in orqali qutining tepasini echish orqali biliqlarning qaytadan tinilgan, aslida tiniq bundoq bo'ladi ekan, aslida biz bundoq harakatlansak bo'ladi ekan, bir-birimizga yo'l qo'yish, bir-birimizga ko'ngil bo'lish, bir-birimizga bilan o'rtoqlashish, bir-birimizni yulish, bu ruhimizni qaytadan tiklab, mana bizningki o'rtoq bo'lgan Sharqiy Turkiston degan davlatimiz, Uyg'ur degan millatimiz va isil manbalik tuprog'imizni o'zimizga qaytarib kelgan bir ruhni yuragimizdan, vujudimizdan, hujayralarımizdan tortib qaytadan tirildirish, buni xalqimizga keng yeyish va amaliyatimiz orqali va badal to'lash ro'yimiz bilan buning eng qisqa muddat ichida yetishga bir irodani mushadan boshladik desak bo'lar. Rahmat. Rahmat. Alloh razı olsun. Ko'p rahmat.